O'zi normada qon bosimi eng past ko'rsatkichi 90 ga 60 bo'lishi kerak. Agar bundan past bo'lsa, ya'ni bu gipotoniya, homiladorlarda esa homiladorlar gipotoniyasi deb ataladi. Sabab birinchi navbatda, ya'ni progesteron gormonini ishlab chiqarishda. Bu homiladorlar uchun juda ham kerak. Ya'ni homilaning yaxshi rivojlanishi, bachadonni yumshatish uchun kerak bo'ladi. Bu bilan birgalikda progesteron ozgina qon tomirlarini kengaytiradi va buning oqibatida ozgina qon bosimi tushishi mumkin. Bundan tashqari ko'pchilikka, demak, birinchi trimestrlarda toksikoz uchraydi va buning oqibatida ayol yetarlicha suv ichmaydi, suyuqlik qabul qilmaydi va vaqtida ovqatlana olmaydi. Bu ham sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda ayollarda vitaminlar tanqisligi bo'lganda, kamqonlikda ham xuddi shunday qon bosimi past bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Agar ayolda, demak, bosh aylanishlar tez-tez uchrab tursa, hushdan ketishlar bo'lsa, oyoq-qo'l muzlashi, ter bosishi, hansirash kabi kuzatilsa, unda zudlik bilan shifokorga borib ko'rinish kerak. Agar shunchaki ayol hech narsa bezovta qilmasa ham qon bosimi past bo'lsa, albatta uy sharoitida nima qilish mumkin? Ya'ni vaqtida yetarli suyuqlik ichish kerak. Ozgina yengil harakatlar bo'lishi kerak qon aylanishi uchun. Undan tashqari kontrastli dush, iliq, issiq, salqin qilib turish kerak bo'ladi. Suyuqlik miqdorini ko'paytirish kerak, vaqtida ovqatlanish kerak bo'ladi. Ertalabki ozgina kofe, sut aralash ichsa bo'ladi, ya'ni kuniga bitta chashkadan ko'p mumkin emas. Va albattaki siz o'zingiz uyda nazorat qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Qon bosimini agar tez-tez tushish holati kuzatilsa, elektron termometrlar bor. Hozirgi kunda bemalol uyda o'zini ayol qon bosimini nazorat qilib turishi mumkin. Bunga hech qanaqa preparatlar kerak emas, ya'ni o'z vaqtida tekshirib tursa bo'ldi.